Kelganmiz to'n bozorda yurimiz, xudo xolisa o'rtog'imga Sirojning to'n milliy qadriyatlarga ega bo'lgan to'ppilar kerak bo'lib qoldi. Chorsi, legendarniy Chorsidamiz, ishlayapti. Xudo xolisa kech bo'lishiga qaramay, mehnat qilishyapti, yomon emas. Ko'rasiz. To'nlarni kim nomini biladi? Mana bunaqa to'nlar, har xil to'nlar chiqib ketdi. Men bilardim, bu bir bombarxtillarmida, beqasamdirlardi, shunaqa. Men hozir xillarni qarang. Bular rangi xilma-xil, otini nima bu to'nlarning oti har xili chiqib ketdi. Aka, bitta to'nning otini ayting. Mana shu to'nning oti nima? Adres ekan, mana ko'rasizlar. Xilma-xili chiqib ketdi. Chiroyli. Hammasi bor. Kelaverasizlar, xudo xolisa. Nurmuhammad akam shuna kiraverish mana. To'n bozor kiraverish, ikkinchi do'kon o'ng taraf. Birodarimiz umraga ketyaptilar, safar oldi, xudo xolisa, ularga masjiddan yaxtalik qilib berildi, ihromlar oldik, hammasi chiroyli holatda, naqlan chiroyli qilib beryaptilar. Nurmuhammad aka kirdiz, To'n bozor ikkinchi do'kon. O'rasa, chiroyli holatda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xizmatlar kerak bo'lsa, shu yerga kelsanglar, ishinglar bitadi. Mana Yastuchadan ham olishlarni tavsiya qilaman, aeroport, samolyot. Mana shunaqa qilib yotib ketishga zo'r jarayon. Sog' bo'lasizlar, hamma niyat qilganlarga Alloh taolo umra safarlariga borishni nasib qilsin. Bitta like qizatib qo'ysin. Sog' bo'lasizlar.